inson bilan mudrayotgan odamni nima farqi bor? Tirik insonlarda jahl, xafalik, xursandchilik emotsiyalari yorqin ko'rinishda bo'ladi. Mudrayotgan odamlarda esa bu birozgina xayoliyroq ko'rinishda bo'ladi. Ba'zida ayollardan shunday gaplarni eshitib qolamanki, erim menga mehribon bo'lishini xohlayman. O'zi mehribon, lekin yanada mehribon bo'lishini xohlayman. Men uchun har doim gullar olib kelishini xohlayman, sovg'alar olib kelishini xohlayman. Meni doim sayohatlarga olib chiqishini xohlayman. Albatta, yaxshi orzular yaxshi, lekin u insonni charchashi, qiynayotgan bo'lishi, hozir boshida qandaydir muammolar bo'lishi mumkinligi haqida ham o'ylab ko'rish kerakdir balki. Va yoki ayrim erkaklar tarafida shunday holat kuzatiladi. Ayolim doim kulib turishi kerak, menga doim jilmayishi, menga itoatli bo'lishi va har doim meni tushunishi kerak. Ha, bunday insonni mana shu holatga kelishi yaxshi albatta, lekin tirik insonligini farqi shundaki, uning ham kayfiyati bo'lmasligi, bolalar bilan charchagan bo'lishi va yoki ro'zg'or tashvishlari uni qiynab qo'ygan bo'lishi mumkin. Ba'zida biz juftimizdan mana shu noo'rin talablarni talab qilganimizda, ularni dilini og'ritishimiz va yoki yo'qotib qo'yishimiz mumkin. Eng og'riqli ko'rinishi esa almashtirgimiz kelib qolishi mumkin. Lekin ba'zida bir insonni kichik bir xatosi uchun kechirishlik albatta yaxshi fazilat. Balki bir-birimizni qo'llab-quvvatlash, kechirish va yaxshi muomala qilishni o'zimizga fazilatli ish qilib olishimiz kerakdir. Nima deb o'ylaysiz?